Passiv yaxshidan aktiv yaxshiga. Abdori Mustafa İslam o'g'li. 2 bab 7 qism. Tunji Qur'on nasli o'zini atagan nasl edi. Allah Rasulining hamralari, ya'ni sahabilar o'zini beg'ishlaganlar nasli edi. Biz ularni tunji Qur'on nasli ismi bilan yod etamiz. Şübhəsizki Allah Rasulini ko'rgan kishilarning hammasi uning do'sti, ya'ni sahabisi emas edi. Uni ko'rgan kishilarning hammasini sahaba doirasiga kirgizish kalomi bir da'vo xolos. Ideologiyalik va mazhabiy bir muloyizlar bilan Rasulullohning vafotidan 2 asr keyin o'ttirg'a chiqqan edi. Sahabi bo'lish ko'zning emas, ko'ngilning ishi. Ko'zi ko'rib, qalb ko'zi ko'rmagan kishi sahabi bo'la olmaydi. Abdullah ibn Ummi Maktum Rasulullohni dunyo ko'zi bilan bir qatim ko'rib baxmadi. Ammo haqiqiy sahabi edi. Fatihdan keyin beringlar, sizlarni qo'yib berdim. Sizlar hozirdan boshlab hur deyilgan kishilar ichida uni nayt ko'p ko'rgan bo'lsa-mu, ko'ngil ko'zi ko'r bo'lganlar sahabi bo'lolmaganlarmi bor edi. Rasululloh bilan bir davrda yashash bilan uning davosiga hamdam bo'lish tubdan farqlanadi. Sahaba uning bilan davodash bo'lgan, ya'ni hayoti uning hayotiga o'xshagan, uning bilan o'xshash bir davo yo'lida kurash qilgan, o'xshash bir davoga ega 3A va 3U ro'yiga ega aktiv yaxshilar edi. Ularning o'rtaq alayidaligi Qur'on bilan tarbiyalanib chiqqanligi edi. Sahabalar Allah Rasulining tilidagi bayon bilan o'zini beg'ishlaganlar nasli edi. Ular beshidan o'tkazgan shuncha jafo mushaqqat, azob uqubat va qiyin qistoq, shuncha urib so'qilishlarga qaramasdan davosi yo'lida jinini fido qilgudek darajada sodiq kishilar edi. Buni mumkin qilgan ulardagi o'zini beg'ishlash ro'yi edi. Ular o'zida po'latdek bir iroda va kuchlik nafsini tizginlash qobiliyatini yetildirgan edi. Yo'lda ketayotganda birsi yuzimizga tukirsa, bizmi o'xshash usul bilan uningga javob qaytaramiz. Unda qilolmasak, oldiga divaylab boramiz. Uni qilolmasak, xafa bo'lamiz. Uni qilolmasak, u yo'ldan 2 qatim o'tmaymiz. Ro'y kayfiyatimiz tushib ketadi, qo'limiz tutmas, putimiz basmas bo'lib qoladi, ishtihoyimiz qochadi. Qilayotgan ishimiz nima bo'lishidan qat'iy nazar, uni burunqidek bir zo'q va ishtiyoq bilan qila olmaydigan bo'lib qolamiz. Undaqda sahabalar qanday qilgan edi? Sahabalar ichidagi fetih ustozlaridan biri bo'lgan Abdullah bin Mas'ud Kabe'ning oldida Qur'onni tunji qatim o'qigan kishi edi. Rasululloh tanlangan sahabalarga 3 qatim sungan Qur'onni ochiq-oshkor o'qish taklifini uningdan boshqa bir fidoyi qabul qilishga jur'at qila olmagan edi. Ibn Mas'ud jug'i kichik, vijik bir kishi edi. U va'dasiga rioya qilib, Kabe oldida Qur'on o'qishi bilan tang mushriklar uningga yopirilib kelib, urib, so'qib, og'zi burnini qon qilib atgan edi. Mushriklarning bu ahvolini u bayon qilgan bir eg'iz so'z aniq ko'rsatib berish bilan birga o'zini atagan kishilarning qanday bo'ladiganligini bayon qilmoqda. Ularni hech qachon u kundagidek ojiz holda ko'rmagan edim. O'zini atag'anlarning tillag'i daston o'rnikini zulm, qiyin qistoq ostida faryod chekkan sahobalar tashkil qiladi. Yasir oilasi bularning eng oldida yer oladi. Asli ismi Bami, ya'ni paxta bo'lgan Sumayya, ya'ni raziyallohu anha. Yamanlik eri Yasir va o'g'li Ammar
xo'jayinlarning qiyin qistiq ostida faryod chekiyotgan edi. Yasir va Sumayya Allah bir deganligi uchun hayotga ko'z yumg'icha mushriklar tarafidan qiynaldi. İman davosiga o'zini atashqa, buningdan boshqa yana qanday qurbonlik beriladi deysiz? G'uzayya bint Dudan bir ayol kishi bo'lib, u Rasulullohga iymon etgan bo'lib, igi chaqisi yo'q edi. Мәккелік мүшриклернің қиын қысқыдан қашты вә чөлден өтіп Мәдинеге беріш үшін yolға шықты. Чөлдә ұссызлықтан өлім гырдавыға беріп қалған еді. Аллахның ярдым білән өзін Аллах yolыға берішліған бұл мәзлум ақыры. Анам, дадам, саңа пида болсын, я Расулулла деген Расулулланың еніға етіп барды. İslam fətihlərini, sahabilərin özünü bağışlaş royini nəzərdən saqit qılğan halda izalayamayız. İslam fətihlərinin səbəbi qurallıq güç emas idi. Çünki 100 yıl içində Qərbdə Piranələrdən Şərqdə Cungoğacha, Şimalda Kafkazlardan Cənubda Seylan arlığıca Dünyanın töt tərəfiga tarqalğan bir din бар edi. Buni hərbi və qural күчі bilan izolag'anlarga İngliz tarix falsafachisi Carlyle mundaq javob berdi. Agar bu ishlar qural kuchi bilan bo'ladigan bo'lsa, sizlarning qurolinglar hammadan ilg'or va kuchlik. Undaqda buni amalga oshirib beqinglar amsa. Onundan başqa, dünyanın nurgun yeridiki ahalilar İslam askarlardan təşkil qılınğan bir kiçik ətrat bilanmı uçraşmasdan, bir tal oq yoki qilich ko'rmasdan İslamni tanlagan edi. Malayziya, Indoneziya, Shimoliy Afrika va Sharqi Janubiy Osiyoning nurgun joylari qurolliq kuchdan xoli holda İslamni qabul qilgan edi. Anatoliyaning nurg'un joylarimi yurak fathi bilan islomni qabul qilgan edi. Vida hajida Rasulullohning ko'rganlarining soni biz muvofiq deb qaragan 70-80 ming kishi deyilgan raqamni qabul qilayli. Bulardan taxminan 10 ming kishining qabri Madina va uning atrofidagi joylarda bo'lib, qolganlarning qabri qayerda? Mana bu savolning javobi o'zini Alloh yo'lidagi da'voga atganlar naslining qandaq bir nasl ekanligini aniq tushuntirib berdi. Allah Rasulining sahobalari o'zini islom da'vosiga atgan edi. Bu sababdan Istanbul deyilganda Abu Ayyub al-Ansari raziyallohu anhu aqlimizga keladi. Samsat, ya'ni Turkiyadagi bir joyning ismi deyilganda tunji Qur'on nasli qatoridan o'rin olgan Saffan bi Mu'attal as-Sulami raziyallohu anhu yodimizga keladi. Marash, ya'ni Turkiyadagi bir joyning ismi deyilganda Uqasha raziyallohu anhu, Diyarbakr deyilganda Sulaymon bi Xalid bi Valid raziyallohu anhu aqlimizga keladi. Fibris deyilganda bir ayol sahaba, hozirmi hala, ya'ni Hamma Sultan deb yod qilingan Anas bi Malik raziyallohu anhuning hammasi va Abuda bi Samit raziyallohu anhuning rafiqasi Rumaysa ismlik Umma Haram raziyallohu anha yodimizga keladi. Abu Ayyub al-Ansari raziyallohu anhu haqida bir oz to'xtalayli. Qachon va qancha yoshida vafot bo'lganligi haqida aniq ma'lumot yo'q. Lekin barliq rivoyatlarga qaraganda vaqtimiz 83 yoki 93 yosh orasida vafot bo'lgan. Sizcha 90 yoshga kiray deb qolgan bir kishi jang qila olamdi? Birli javob bor. Yo'q, qila olmaydi. Undaqda
Rasulullahni Madinada tunji qitim uyida mehmon qilgan, Qur'on bilan yetilib chiqqan bir sahoba va Hazrati Alining Siffindagi 3 qo'mondonlardan biri bo'lgan Abu Ayyub al-Ansari raziyallohu anhuni u davrning sharoitida 3000 kilometr yo'lni mengishga qoyil qilgan nima edi? Agar bu savolga iymon deb javob bersak, u vaqtda uningdek qilmaganlarga tuhmat qilgan bo'lib qolamiz. Shunga bu javob to'g'ri emas. Undaqda bu savolning to'g'ri javobi nima? Allah yo'liga o'zini atash edi. Shundaq Abu Ayyub al-Ansari raziyallohu anhuni 90 yoshga kiray deb qolganda 3000 kilometr yiroqlikdagi kafirlar diyoriga berishga undigan jang orzusi emas, o'zini beg'ishlash ro'yi edi. Kunimizdagi nurg'un musulmonning mantiqisiga zid kelgan bir ahvol oldimizga chiqmoqda. Makka va Madina muborak makonlar. O'ziga avliyo sifati bergan kishilarning nurg'uni Allah rasuliga yaqin bir yerda qabran bo'lsin deb orzu qiladi. Buning uchun pulning ko'ziga qaramaydigan nurg'un kishi bor. Undaqda Abu Ayyub al-Ansari raziyallohu anhu nima sababdan vafot bo'lganda tug'ilib cho'ng bo'lgan va payg'ambar mabtun bo'lgan shahar Madinada yetishning o'rniga yoqi yurtni tanlagan edi. Uning bir qavrisining bo'lib bo'lmasligi, qayerda vafot bo'ladiganligi noma'lum edi. Lekin shu narsa aniq edi, u yana qaytib ketish uchun bu safarga chiqmagan edi. Bu savollarning birli javobi bor. Allah yo'lidagi da'voga o'zini atash. Hazrati Husayn o'ziga Iroqqa bormaslik haqida nasihat qilib, bir maktub yozgan Ibn Umarga yotadigan joyga ketyapman degan edi. Imom Shoibi bormag'in deb yolvurgan edi uningga. Abu Said al-Khudri raziyallohu anhu Hazrati Husaynga dadisi Hazrati Ali raziyallohu anhuning Allah bilan qasamki, men ulardan bir yaxshilik ko'rmadim deb ta'riflagan iroqliklarning va'dasiga aldanmasligi kerakligini aytgan edi. Ahnaf Sharq Husaynni Rum surasining 60-oyati bilan to'xtatmoqchi bo'ldi. Lekin muvaffaq bo'la olmadi. Qerindishi Muhammad uning Iroqqa berishiga qat'iy rozi emas edi. Yo'lga chiqqanligini anglab, ho'ngrab yig'lagan edi. Abdullah bin Jafar raziyallohu anhu, agar o'ltirilsang, yer yuzining nuri o'chidi. Sen mu'minlarning umidi, o'tinib qalay, borma deb bir maktub yozgan edi va o'zi kelib uni qoyil qilishga tirishdi. U tushimda Rasulullahni ko'rdim, menga bir ishni buyurdi. Uni ado qilishim lozim dedi. Tushining nima ekanligi so'ralgan bo'lsa-mo, hech kimga aytmaganligini, o'lgicha hech kimga aytmaydiganligini aytdi. Hayot iymon va jihoddan iboratdir dedi va o'lishini bilib turib, Iroqqa qarab yo'lga chiqdi. Buni odatdagi bir tushuncha bilan izohlig'ili bo'lmaydi. Buning birdan bir izohati Allah yo'lidagi da'voga o'zini atash edi. O'zini ataganlar unutilmaydi. Sokrat bir o'zini beg'ishlag'uchi edi. Dars berganligi uchun haq olmaydi. Platonmo ustozini o'ziga o'rnak qildi. Aristotel dars berganligi uchun haq talab qildi. Ustozi Platon uning bu qilmishidan ranjidi va uning bilan gaplashmadi. Sokrat o'lgandan keyin tirilishga ishonadi. Shunga u o'lim texmi bir yaxshi amal uchun atlangan safar degan edi. U Yunan tanrılarını inkar qilish va yoshlarni ozdirishdan iborat ikki jinoyat bilan ayblangan bo'lib, bir ilohga e'tiqod qiladi.
O, mən uxlavatqan Atina etini oyg'utish uchun uning dumbisiga qo'ngan bir chivin deydi o'zini. O, davrning sot edi. Zahar silingan ichimlikni ichib o'lishga mahkum qilingan edi. Jazo ijro qilinishdan burun uni yaxshi ko'rdiganlar va o'quvchilar uningga zindondan qochib ketish taklifini berdi. Lekin u rad qildi. O, zaharni ichishdan burun o'quvchisi Kirotoga mundaq deb vasiyat qoldirdi. Ask Lapiosga bir xo'roz qarzim bor. Uni qaytarishni hargiz unutib qolmagan. Oxirgi so'zi mundaq edi. Tangrining nazarda qilganlarim qabul bo'lamdi, bo'lmamdi, uni bilmayman. Lekin shuningga ishonamanki, uni rozi qilish uchun chin dilimdan tirishdim. Bu tirishchanligimni qabul qildiganligiga umidim bor. Zaharni ichdi va holsizlanib, yiqilib tushguncha atrofni aylandi. Oxiri ruhini taslim qildi. O, jinini samimiyatga shohid qilish uchun fido qilgan edi. Yuqorida hayoti qisqacha bayon qilingan shaxs o'zini beg'ishlagan deyishga loyiq emasmi? Iskandarmo o'zini beg'ishlaganlardan biri edi. O, ustozi Aristotelning dars bergan makonining zimin qismiga yasatgan dunyo xaritasiga maftun bo'lib qolgan va kichik vaqtidan boshlab jahongir bo'lishga o'zini atagan edi. Çanaqqala atrofida quruqlikqa yaqinlashgan kemalar ichida eng boshdagi kemaning eng oldida u bor bo'lib, yenida ilib mangan g'azina qo'shinining bir oylik ehtiyojini aran qamday olaydi. 20 yosh vaqtida taxtga chiqdi, 13 yilga yaqin hukmron bo'ldi. Bu vaqtning 20dan ko'pragi Hindiston safarida o'tgan bo'lib, besib o'tgan yo'l ustida 70 tani Iskandariya shahri bino qilinganligi rivoyat qilinadi. Misr, Babil, Paris va ulardan boshqa nurg'un davlatlarning zaminini imperiyasiga qo'shdi. Mag'lubiyatga uchratgan Paris shoyi Daraning qo'shini Iskandar qo'shinining 13 hassiga to'g'ri keladi. Hindiston safaridan keyin qo'shinidagi barliq Yunan askarlarini oilasiga qaytardi. Ondan barliq Makedon askarlarini mo oilasiga qaytaribdi. O, Yunan yoki Makedon sifatida emas, bir jahongir sifatida tarixda iz qoldirishni orzu qilgan edi. U o'zini bu orzuga atdi va natijasini qo'lga keltirdi. Iskandar 32 yoshida o'ldi. Uning ifodasi bilan aytilganda o'limni fatih qilmoqchi edi. Bu buyuk jahongirning o'limiga bazgak mikrobi elib yurgan bir pasha sabab bo'lgan edi. Agar o'zini atash ro'yi bo'lmasa, 32 yillik bir umrga buncha olamshumul ishlarning qanday siqqanligini tasavvur qilg'ili bo'lamdi. Fatihlar o'zini beg'ishlaganlar ichidan chiqadi. Andalus, ya'ni bugungi Ispaniya fatihi Tariq bi Ziyad o'zini Alloh yo'liga atgan bir zot edi. Uning yetim ekanligi rivoyat qilindi. 300 arablardan qolg'ini ajamlardan tashkil qilingan 7000 kishilik bir qo'shin bilan atlanib, minglarcha kilometr yo'lni besib o'tib, 1 yilga yaqin vaqt ichida Iberik yerim orolining hammasini bo'ysundirib, Andalusda bir islom davlati qurdi. Bu kishini hayron qoldiradigan zafarning odatdagi bir izhoti yo'q. Bu ishning mohiyati haqida izlanguchilar oxirida yana o'zini beg'ishlashdan iborat bir haqiqatni ko'rib yetadi. Bu haqiqatni Tariq Beziyatning quruqlikqa qadam bosgandan keyin qilgan shu nutqini o'qiganda sizmi qoyil bo'lasiz. U, ey islomning aziz askarlari, orqanglarda dengiz, oldinglarda dushman bor. Sizlarning Allohdan va qilichinlardan boshqa do'stinglar yo'q. Men sizlarga o'limni amr qilaman, sizlarga amr qilgan o'limni oldi bilan o'zimga amr qilaman.
Мен сіләні башлаған нәрсідін өзімні хали тұтмаймен. Әң башты мен болымен. Әгер сіләге әмір қылған нәрсіні мен қылалмысам, сіләмі бұныңдың ерақ тұрыңла деген еді. Маны бұ өзін аташ деп атылыды. Саллахидin Әйюбімі өзіні Аллах yoluға атыған кішілердің бірі еді. Өзіні Құддусның фәтей үшін атыған еді. Bir kişi özünü bu sevdağı beğişlasa çoxum məqsədiga yetidi. Bu haqiqatning dünya tarixidagi sanoqsiz tajallilardan birisi Salahiddin Ayyubi edi. Rivoyat qilinishicha, Halabdagi usta bir yog'ochchi ahli salib ishg'oli ostidagi Quddusga joylashgan Al-Aqsa jamisi uchun nihoyat chiroyli bir mihrab yasabdi. Bu mihrab tillağı dastan bo'libdi. Kishilar yog'ochchidan nihoyat chiroyli bo'libdi, lekin Quddus ishg'ol ostida. Buni kim u jamiga opirib o'rnatib qo'ydi deb so'rabdi. Yog'ochchi mening qo'limdan bu ish keladi. Men buni qildim. Balkim bir yigit chiqib bu mihrabni Quddusdagi o'rniga qo'yar deb javob beribdi. Bu hikoyani anlagan Salahiddin tirkirt ko'chalarda o'ynab yurgan 5-6 yoshlardagi bir kichik bola edi. Salahiddin tog'asi Shirquh bilan birga Misr Fatimi davlati vazirining chaqirig'i bilan Misrga keladi. Tog'asining vafotidan keyin Misrga vazir bo'ladi. Keyin u Ayyubiylar deb atiladigan davlatning qurg'uvchisi bo'ladi. O parçalanıp ketken ümmetni birleştiriş üçün şundaq bir yol tutqan bulup, musulman yetekçilerge suiqasd qılgan Hasan Sabbah yolunun əgəş küçülləri Nizari İsmaililənimi qayil qılıb öz davasıға xizmət qıldırğan idi. Alamut İsmaililər bu tarixdən keyin zəhərlik xəncərlərini Quddusni işğal qılğan əhli salib hükümdarlarını və qomandanlarını көзден yo'qotish uchun ishlatdi. 16 cho'ng suiqasdning oxirgi 4ti Quddus fathi uchun muhim rol o'ynadi. Nizarilar bu töhbirlar bilan Quddus fathining yo'lini ochdi. Salahiddin nihoyat ig'ir va qiyin sharoitda Quddusni fath qilib 5-6 yosh vaqtida qilgan va'dasini amalga oshirdi va mihrabni Al-Aqsa jamisiga yerlashtirdi. Bu buyuk fathini o'zini beg'ishlash ro'yi bilan tushuntirgili bo'ladi. Kosova fatihi G'azi Murodxon o'zini atag'anlardan biri edi. 1389-yili 8-avgustda 60 ming kishilik Osmanlı qo'shini bilan Seriblarning 150 ming kishilik ahli salib qo'shini jang maydonida bir-biriga qarshi saf tutgan edi. U kuni shunda qattiq bo'ron chiqib, ko'zni ochqili bo'lmaydi. G'azi Murodxon Rabbiga yuzlandi va ko'z yoshlari ichida mundaq duo qildi. Ya Rabbi, qulun Muratning gunohlari sababidan bu beguna islom askarlarini jazolamag'in. Rabbim, ular bu yerga faqat sening ismingning oliy qilinishi uchun keldi. Rabbim, bu mu'min qo'shinning halokatiga meni sabab qilmag'in. Davomi bor.